Demak, birodarlar, qalbning og'ir kasalliklaridan, nafsning og'ir kasalliklaridan tushkunlik, umidsizlik. Tushunarlimi? Kim tushkunlikka tushar ekan? Allohga bo'lgan ishonchi zaif inson. Ammo Robbisiga bo'lgan iymoni, ishonchi, yaqini kuchli bo'lgan odam hech qachon qayg'uga, tushkunlikka tushmaydi. Chunki u inson ulug' Robbning bandasi. Robbning eshiklari esa, rahmat eshiklari bandalarning oldida hech qachon yopib bo'lmaydi. Doim ochiq bo'ladi. Tavba eshigi doim ochiq. Ato qilish eshigi doim ochiq. Beradi menga Alloh deydi. Demak, fatavakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Bas siz Allohga tavakkul qiling, albatta siz ravshan haqiqat ustidadirsiz. Ulamolar aytishadi, agar